Akalar, bu yangi kelgan Umagenusdan non apparatimizni test qilib ko'ramiz. 1 soatda nechta non yasaydi ekan? Bor tezligimi? O'rtacha bor tezligiga qo'yamiz. Necha minutda 1 soatda nechta non yasaydi ekan? Shunga beri qo'yamiz. Asta-aka qani? Qo'ying. Ketdi mana. Qani? 1 soatda nechta non yasaydi ekan? 1 minutni hisoblab ko'ramiz, keyin 60 minut 1 soatga chachamiz. Qani nechta non yasashligi chiqib chiqadi. Ketyapti mana. Masalan, ob'yomli joylarga zo'r asqotadi bu apparat. Bundan oldingisi 540 ta yasovdi. 540 ta yasovdi. Bundan oldin qilganimizda 540 ta yasovdi. Bu nechta bo'lar ekan? Siz to'xtatasiz aka, apparatni o'chirasiz. O'chiring. Akalar, mana ko'rishingiz mumkin, olinchi yasalganlar aka. Uni ham oling. Hop, 3 ta qoldi. Sani nechta bo'ldi? 5 ta, 9 ta, 13 ta. 13 ta akalar, mana ko'rdinglar. 1 minutda mana 13 ta non yasadi. Endi 13 ni 1 minutga ko'paytirib ko'ramiz. Qancha bo'lar ekan endi? Shunaqa bo'ladimi? 60 ni ko'paytiramiz 13 ga. Ha, shunda chiqadi mana. 60 ni 13 dan ko'paytirib ko'ramiz. 780 ta azizlar, 780 ta non yasaydi ekan mana shu apparatimiz 1 soatda. 1 soatda agar to'xtamay qilib tursa 780 ta necha kop aka? 3 kopmi? Salkam 3 kop. Ha, 3 kopga yaqin 280 grammlik nondan. Ko'rishingiz mumkin. Shunaqa apparat olsanglar, ob'yom o'ta kuchli, o'ta ko'p joylarga juda asqotar ekan. Bundan oldingi apparatimizdan Umagenusdan edi. U oldingi chiqqanlardi, birinchi chiqqanlardan edi. Unda 540 ta yasovdi. Bunda hozir chiqayotganlari mana qoyillik 780 ta non. O'ta go'zal.